Shu videoyimdan keyin ko'plar meni yolg'onchiga chiqazdi. Nimamush, men ichiga pul solib qo'yganmishman. Men hamma vaflidan pul chiqadi demadim. Chiroyli tililar ham chiqadi dedim. Vaflilari ham juda mazali deb aytib o'tib ketganman. Bugun yana shu mashhur bo'lib ketgan vaflidan oldim, meni ko'z oldinglarda hammasini ochaman. Bittalab ochyapman, juda ham chiroyli tililar chiqdi. Bularni o'qib odam xursand bo'lib ketadi. Lekin oxirigacha umid bilan ochyotgandim. Ja bo'lmasa 50 ming chiqsin deb, lekin bir tiyin ham chiqqani yo'q qizlar. Menga o'xshab vaflidan pul chiqmaganlar xafa bo'lmanglar. Bugun sizlarga vaflidan zo'r narsa pishirishni o'rgatib qo'yaman. Vaflilarni mayda-mayda qildim, qolipga yaxshilab bostirdim. Tvorog, qaymoqni yaxshilab blender qilib, ozgina saharning pudra qo'shdim va agar-agarni suvda qaynatib olib, uni ham qo'shib yaxshilab aralashtirib, massamizni vafligimiz ustiga solib, 30 daqiqa xolodilnikka qo'ydim. Bu orada kompotga agar-agar solib, gazda qaynab chiqqandan keyin haligi massamiz ustiga quydim va chiroyli qilib dekor qildim. Kelinglar mehmonga. Shu videoyimdan keyin ko'plar meni yolg'onchiga chiqazdi. Nimamush, men ichiga pul solib qo'yganmishman. Men hamma vaflidan pul chiqadi demadim. Chiroyli tililar ham chiqadi dedim. Vaflilari ham juda mazali deb aytib o'tib ketganman. Bugun yana shu mashhur bo'lib ketgan vaflidan oldim, meni ko'z oldinglarda hammasini ochaman. Bittalab ochyapman, juda ham chiroyli tililar chiqdi. Bularni o'qib odam xursand bo'lib ketadi. Lekin oxirigacha umid bilan ochyotgandim. Ja bo'lmasa 50 ming chiqsin deb, lekin bir tiyin ham chiqqani yo'q qizlar. Menga o'xshab vaflidan pul chiqmaganlar xafa bo'lmanglar. Bugun sizlarga vaflidan zo'r narsa pishirishni o'rgatib qo'yaman. Vaflilarni mayda-mayda qildim, qolipga yaxshilab bostirdim. Tvorog, qaymoqni yaxshilab blender qilib, ozgina saharning pudra qo'shdim va agar-agarni suvda qaynatib olib, uni ham qo'shib yaxshilab aralashtirib, massamizni vafligimiz ustiga solib, 30 daqiqa xolodilnikka qo'ydim. Bu orada kompotga agar-agar solib, gazda qaynab chiqqandan keyin haligi massamiz ustiga quydim va chiroyli qilib dekor qildim. Kelinglar mehmonga.